Assalomu alaykum bo'lajak youtuberlar, salomatmisizlar? Xo'p, sizlarga motivatsiya berish uchun o'zimni 10 ta YouTube kanalimda nechta obunachi borligini ko'rsatib bermoqchiman. Birinchi eng katta kanaldan boshlayman. Bu kanalda ko'ryapsizlar 3,238,085 ta obunachi bor. Bu bitta kanalda o'zi. Buni yangilab ko'rsataman. Ya'ni обновление beraman. O'sha 4 ta odam kamayib ko'rdinglar. Katta kanalda tezroq kanal kamayadi obunachisi. Chiqadi, kiradi, chiqadi, kiradi shunaqa. 3,200 obunachi bu kam obunachi emas. Xo'p, dohodi qancha deb o'ylaysizlar daromadi? Izohlarda yozib ketinglar. Mana 4 taga yana ko'paydi ko'rdinglar. 81 85 deb qoldi. Xo'p, boshqa kanallardan ko'rsataman. Yana bitta kanal. Bu kanalda 156 mingta obunachi bor. Hisoblab turinglar, общий nechta obunachiligini izohlarda yozinglar. Xo'p, yana bitta kanalni ko'rsataman. Bunda 129 mingta obunachi bor. Bu ham mana obunachilar o'ynayapti, ko'ryapsizlarmi? O'ynab turibdi. Real time degani bu. Xo'p, bu joyda ham bitta kanal ko'rsataman. Bu xo'p, 123 mingta obunachisi bor. Bu ham mana o'ynayapti, ko'ryapsizlar-a? Xo'p, yana bitta kanal ko'rsataman. 145 ming obunachisi bor. Ko'ryapsizlar. Xo'p, yana bitta kanal ko'rsataman. 111 ming obunachisi bor. Xo'p, yana bitta kanal ko'rsataman. Yana bitta kanal 63 mingta obunachisi bor. Xo'p, yana bitta kanal ko'rsataman. Xo'p, bunda 45 mingta obunachi bor ekan. Xo'p, yana bitta kanal ko'rsatay. Xo'p, bunda 21 ming obunachi bor ekan. Xo'p, ko'rdinglar, nechta kanal ko'rsatdim va obunachilar soni nechta bo'ldi? Albatta yozib qoldiringlar. Bu eng katta kanalni ko'rsatdim mana. Xo'p, yana bitta narsani aytib o'tay. YouTube 1 million obunachi bo'lganingizda sizga oltin knopka sovg'a qiladi va siz 100 mingtadan o'tgandan keyin YouTube sizga kumush knopka sovg'a qiladi. 10 million obunachi o'tgandan keyin sizga YouTube brilliant knopka sovg'a qiladi. Mana obunachilarni ko'rdinglar, hisob kitobni pastda yozib qoldiringlar, nechta kanal ko'rsatdim va nechta obunachi bo'ldi umumiy hisob kitobda. Hammani javobini kutib qolaman. Xudo xohlasa, har bir endi YouTube'da boshlayotganlar mana shunaqa natijalar qilishini tilab qolaman. Buning uchun albatta harakat qilish kerak, bilim kerak, bosish kerak. YouTube'dan pul ishlash siz o'ylaganchalik qiyin ish emas. Yo'l yo'rini bilsangiz, bitta men qishloqdan chiqib shuncha natija qilyapmanmi? Siz bu zamonaviy dunyoda yashab shuncha ustoz bilan chiqmaslikda iloji yo'q. Faqat harakat qilgan odam chiqadi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni kimga jo'natish bilasizlar? YouTube'dan daromad qilmoqchi bo'lgan insonlarga jo'natib qo'yinglar. Ularga bu motivatsiya bo'ladi.